Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi high-tech ko'rinishidagi eshik darvozalarimizni ustonoqda topib oldik mijozimizga. Bu eshigimizning bo'yi 240, eni 120 bo'lgan. Momashyolari yon atroflariga shveler ishlatganmiz. Shveler ichidagi korobka profillari 6 ga to'l 2 stenkada bo'lgan, listlari 1.8 listda bo'lgan. Lazerda kesilgan joylari, o'rtalari 3 qavatli hisoblanadi. Kraskalari GK2 degan avtomobilning kraska, mashinaning kraskasi, yuziga avtolak sepilgan. Navbatdagi darvozamiz mana juda hashamdor va katta bahaybat bo'lib chiqdi. Bu darvozamizning ham xomashiyalari yon atroflariga shveler ishlatganmiz. Ichidagi ochiladigan darvozani korobkalariga 6 ga to'l 2 stenkada bo'lgan 2. Ishlariga 1.8 qora rossiyskiy listlarni ishlatganmiz. Bu darvozalarimizning uyiga xos tarzda yarashib turgan qora joylariga olikofondan yopishtirganmiz. Bu darvozamiz 3 qavatli bo'ldi, 3 qavatli. Bu darvozalarimizni kraskalar ham GK2 kraska sepganmiz. Ustidan avtolak sepganmiz. Bu darvozamizda Gravatex ishlamadi, Gravatex. Oldin gruntovka, keyin kraska, keyin avtolak sepildi unga. Oldinlari Gravatex ham sepilardi. Mijozimizning xohishiga qarab bu darvozamizga Gravatex ishlatmaganmiz. Unga shunaqa darvoza eshiklar qiziq bo'lsa, bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahridagi Dehqon bozor orqa tarafida paxta zavod ichida. Bu darvozalarning kraskalariga 20 yil garantiya beramiz. Bunga deganda qalin materialdan bo'lib, xuddi shunaqa zakaz bersangiz 10 yil, 15 yil, 20 yillab xizmat qiladi bu darvozalar kamida. Ertaga shu joyga naves ham zakaz olganmiz. Naveslarni ham chiroyli qilib taxlab video qilib ishlab tashlaymiz. YouTube'da kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz ko'p. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa yaxshi sifatli ishlarni ko'rsatib boramiz. Bizning kanalning nomi Jasur Temir Eshik. Obuna bo'lish degan joyiga kirib bosasiz obuna bo'lishni. Podpisatsiya deb aytadi. Agar telefon ruschada turgan bo'lsa. Podpisatsiya bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Bu videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Like bosganda bizga nima foyda desangiz, sizga hech qanday foydasi tegmasa ham bizga yaxshi foydasi tegadi. Nimaga deganda videolar dag'iydi. Videolarning yoyilishiga sababchi bo'lasiz. Tanish bilishlaringiz ko'radi sizni. Tanish bilishlaringizga videolar tarqaladi like bosganingizda. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlang.